musulmon bo'lib yashashlik azizlar bugungi kunda rohat. Lekin o'sha haqiqiy chin musulmon bo'lib yashasak, musulmonda g'ami bo'lmaydi. Musulmonda g'am bo'lmaydi, oxiratdan boshqa g'am bo'lmaydi. Bu dunyoda har xil tashvishlarga uchraymiz. Lekin bir narsani bilaylikki, biz imtihon uchun keldik deb aytyapmiz. Imtihon qanday ravishda o'tadi? Mana talabalar imtihon topshiryaptilar o'qishga kirmoqlik uchun. Qanday imtihon bo'ladi? Qo'llariga solingan so'rovnomani, ya'ni biletini olib, peshonasiga, taqdiriga qanaqa savol tushgan bo'lsa, shunga javob beradi. Rosa tayyorlangani tushmasdan boshqasi tushib qoladi. Ba'zan ba'zilarga esa osonroq savol tushib qoladi. U aytmaydiki, mana bu ana shu savolni ber, javobini menga bermadi, bu adolatsizlik demaydi. Hammasi aytadiki, taqdir ekan deydi. Shunday bilet oluvdik, endi shunaqa chiqib qoldi. Biz unga, nega siz bu savolni berdingiz, boshqa javob bermadingiz desangiz, aytadiki, menga shu savol tushdi-da, shu bilet tushdi. Biz ham mana shu umr deb atalmish dunyoga kelar ekanmiz. Qo'limizga nima chiqqan bo'lsa shunda yuribmiz. Shu imtihon. Kimimizdir boy qilib qo'ydi.